Bu bir darsda fe'lga doir barcha bilimlarni o'rganib olasiz. Fe'llar qanday usulda yasaladi? O'timli va o'timsiz fe'llarni bittada farqlay olish mumkinmi? 80% odamlar hozirgi zamon fe'llarining imlosida xato qiladi. Siz ham ular orasiga kirasizmi? Gapira olmoq, aytib yubormoq. Bularning qaysi biri mustaqil fe'l, qaysi biri ko'makchi fe'l? Yozuving chiroyli, o'qigan bola yugurib keldi. Fe'l ot, sifat va ravishning vazifasini ham bajara olishini bilarmidingiz? Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, fe'lga oid barcha nazariy bilimlarni o'rganib olasiz. Bugun fe'l so'z turkumi haqida gaplashamiz. 6 ta so'z turkumi mavjud bo'lsa, eng katta ma'lumotlarga ega bo'lgan so'z turkumi bu fe'l hisoblanadi. Ana shu katta bo'lgan ma'lumotlarni oson usulda bir darsda o'rgatishga harakat qilaman. Biz bilamiz, fe'l so'z turkumi nima qilmoqchi, nima qiladi, nima qilyapti so'roqlariga javob bo'lib, ish harakatining holatini, harakatini ifodalab keladi. Masalan, yugurmoq, sakramoq, uzildi, sovidi, isidi. Bularning barchasi fe'l so'z turkumiga kiradi. Avval fe'llarning yasalishi haqida o'rganib olamiz. Biz so'z turkumlarining barchasini morfologik va sintaktik usulda yasalishiga guvoh bo'ldik. Fe'l so'z turkumi ham aynan shunday. Morfologik usulda yasaladi va sintaktik usulda yasaladi. Biz bilamiz, qo'shimcha yordamida so'z yasalishi bu morfologik usulga kiradi. So'z yordamida yasalishi esa bu sintaktik usulga kirar edi. Biz morfemika bo'limida so'z yasalishi bo'yicha, ya'ni fe'lning so'z yasovchi qo'shimchalari haqida gaplashgan edik. Bugun biz fe'l so'z turkumida ham aynan shu misollarni ko'rib chiqamiz. Biz bilamiz, son so'ziga a qo'shimchasini qo'ysak sanamoq, boy so'ziga i qo'shimchasini qo'ysak boyimoq, oq so'ziga ar qo'shimchasini qo'ysak oqarmoq, qora so'ziga y qo'shimchasini qo'ysak qoraymoq, suv so'ziga sa qo'shimchasini qo'ysak suvsamoq, yalt so'ziga, taqlid so'ziga ira fe'l yasovchi qo'shimchasini qo'ysak yaltiramoq, suhbat so'ziga lash murakkab qo'shimchamizni qo'ysak, demak suhbatlashmoq, suv so'ziga sira qo'shimchasini qo'ysak suvsira, tuz so'ziga la qo'shimchasini qo'ysak tuzlamoq, demak taqlid so'ziga illa qo'shimchasini qo'ysak chirqilla, qisqa so'ziga r so'z yasovchini qo'ysak, demak qisqarmoq fe'llarni yasar ekan. Biz mana shu so'z yasovchi qo'shimchalarni yodlab olsak, hech qachon fe'l yasovchi qo'shimchalarni topishda adashmaymiz. Ana endi sintaktik usulda fe'l yasalishini ko'rib chiqamiz. Sintaktik usul ikki xil holatda yasaladi. Demak, qil, et, bo'l, ber, olmoq so'zlariga undan oldin ot so'z yoki taqlid so'z turkumi qo'shilib hosil bo'lishi mumkin ekan. Masalan, xabar olmoq, qabul qilmoq, savol bermoq, hosil bo'lmoq, taq etmoq. Demak, bu yerda ot so'z turkumi yoki taqlid so'z turkumi yordamida ol, qil, ber, bo'l, etmoq fe'llarni qo'shish orqali so'zlarni yasayapmiz. Keyingisi fe'l plus fe'l yordamida sintaktik usulda yasalar ekan. Masalan, sotib olmoq, kirib chiqmoq, olib kelmoq. Demak, bu yerda ikkala qismi ham fe'l hisoblanar ekan. Demak, fe'lni fe'lga qo'shish yordamida ham biz sintaktik usul bilan fe'l yasar ekanmiz. Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Holat fe'llari va harakat fe'llari. Yana o'z navbatida ularni to'rga bo'lib olamiz. Nutqiy faoliyat, aqliy faoliyat, jismoniy faoliyat va holat fe'llariga bo'lamiz. Masalan, nutqiy faoliyatga gapirmoqni olishimiz mumkin. Aqliy faoliyatga o'ylamoqni olishimiz mumkin. Jismoniy faoliyatga yugurmoqni, sakramoqni olishimiz mumkin. Holat fe'llariga esa sevinmoqni misol qilib ko'rishimiz mumkin. Ish harakatining bajarilishi yoki bajarilmasligiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Bo'lishli fe'llar va bo'lishsiz fe'llar. Demak, bo'lishli fe'llar. Bo'lishli fe'llar bor, bajardi, olgan edi, demak aynan bajarganligini ifodalaydi. Bo'lishsiz fe'llar ma qo'shimchasi yordamida ifodalanadi. Ya'ni bordi, bormadi. Demak, borganligi bo'lishli, bormaganligi esa bo'lishsiz, ya'ni bajarmaganligini ifodalayapti. Bajardi, bajarmadi. Olgan edi, olmadi yoki olgan emas. Endi esa bo'lishsiz fe'llar faqatgina ma holatida bo'lsa topishimiz oson, lekin yana shu holatda bo'lishsizlikni ifodalaydigan qo'shimchalarimiz borki, biz ikkilanib qolamiz. Masalan, olamiz mas, maslik,
may qo'shimchalarini olsak, aytmas edi, bormaslik kerak edi, qilmay qo'ydi, olgan emas yoki emas so'zini oladigan bo'lsak, ya'ni to'liqsiz fe'lni. Bu yerda barchasi bo'lisizlikni ifodalaydi. Barchasining tarkibida ma shakl mavjud. Ya'ni aytmas edida ma mavjud. Bormaslik demak bu yerda ham ma, demak inkor mavjud. Qilmay qo'ydi demak bu yerda ham ma inkor mavjud ekan. Hattoki olgan emas, borgan emasdagi emas so'zimizning tarkibida ham ma bo'lisizlik shakl mavjud ekan. Demak biz ma qo'shimchasini ko'rishimiz bilan, ya'ni tarkibida bo'lisizlik shaklini ko'rishimiz bilan bu inkor ma'nosida kelayotganini bilishimiz mumkin. Biz ko'p holatda o'timli va o'timsiz fe'llarni ajratishda qiynalamiz. Hozir demak biz aynan bir savol berish orqali qachon o'timli va qachon o'timsiz ekanligini oson topishni o'rganib olamiz. Masalan, o'timsiz fe'llar kelmoq, bormoq fe'llarini oladigan bo'lsak va o'timli fe'llar yozmoq, ko'rmoq. Qachon o'timsiz, qachon o'timliligini oson ajratishimiz uchun bizga ni qo'shimchasi yordamga keladi. Ya'ni o'timli fe'llardan oldin ni tushum kelishigini olgan so'z albatta keladi. Buni biz qanday topamiz? Biz nini qo'shgan holatda savol berib ko'ramiz. Nimani o'qidi? Nimani yozdi? Kimni ko'rdi? Demak, aynan shu savolga javob bersa, demak bu o'timli fe'l. Agar bu savolga javob bera olmasa, bu o'timsiz fe'l. Masalan, yozmoq fe'lini olamiz. Uning oldiga nini olgan savolni beramiz. Nimani yozmoq? Demak, bu yerda bemalol o'timli fe'l deb olishimiz mumkin. Ko'rmoq. Nimani ko'rmoq? Yoki kimni ko'rmoq? Demak, bu yerda o'timli fe'l hisoblanadi. Endi kelmoq so'ziga qaraydigan bo'lsak, kelmoq so'zi, demak, ya'ni fe'li, kelmoq fe'liga biz kimni kelmoq, nimani kelmoq degan savolni bera olmaymiz. Demak, bu yerda nini ishlata olmayapmiz. Bu demak o'timsiz fe'l. Yoki bormoq fe'lini olamiz. Nimani bormoq, kimni bormoq deb ayta olmaymiz. Demak, bu ham o'timsiz fe'l hisoblanar ekan. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ni tushum kelishigini olgan, savolni bera olgan fe'limiz o'timli fe'l. Ni tushum kelishigi bilan savol bera olmasak, demak bu o'timsiz fe'l hisoblanar ekan. Va biz yozuvda ham aynan ni tushum kelishigi bilan qo'llar ekanmiz aynan shu fe'llarni. Shu sababdan ham o'timli fe'llar deb atalar ekan. Masalan, men qo'shiqni tinglayapman. Demak, bu yerda tinglamoq fe'limiz o'timli ekanligi ni tushum kelishligi bilan kelganligidan ko'rib turibmiz. Demak, gapdan tashqarida ham biz fe'llarni oson usulda ajratishni o'rganib oldik. Ana endi fe'l nisbatlari bilan tanishamiz. Bajaruvchining harakat va holat jarayonida qay darajada ishtirok etishini bildiruvchi fe'l shakllari nisbat shakllari deb aytiladi. Nisbat shakllari 5 ta bo'ladi. Aniq, majhul, o'zlik, orttirma, birgalik. Demak, 5 ta turga bo'linar ekan. Aniq nisbatda. Demak, bajaruvchi aniq ish harakatni bajaryapti. Demak, bu aniq nisbatda. Majhul nisbatda bajaruvchi ish harakatni bajaradi, lekin noma'lum, kim bajarganligi noma'lum. Bu majhul nisbatda ekan. Demak, ish harakatni bajaruvchi shaxs noma'lum. O'zlik nisbat bajaruvchi ish harakatni o'zining ustida bajaradi. Demak, bu o'zlik nisbat. Bajaruvchi kimdir tomonidan orttirilgan vazifani bajarsa, bu orttirma nisbat ekan. Bajaruvchi birgalikda ish harakatni kimdir bilan bajarsa, bu birgalik nisbat ekan. Aniq nisbat hech qanday qo'shimchalar mavjud emas. Biz har doimgidagi oddiy, sodda gaplarimizning barchasi bu aniq nisbatga misol bo'la oladi. Qolgan 4 ta nisbatning o'ziga xos maxsus qo'shimchalari mavjud ekan. Keling, bularni misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi o'zlik nisbat, ikkinchisi majhul nisbat. O'zlik nisbat va majhul nisbatning qo'shimchalari bir xil. N, in, l, il. Biz ularni qanday farqlaymiz? O'zlik nisbat aynan o'zining ustida yoki o'zining xohishi bilan bajarsa, bu o'zlik nisbat ekan. Masalan, tarandi, kiyindi, aynan o'zi taranadi, o'zi kiyinadi. Demak, o'zining ustida bajarganidan biz o'zlik nisbatni topishimiz oson, lekin shunday holatlar borki, majhul nisbat bilan ikkilanib qolish holatini ko'rishimiz mumkin. Bunda biz qanday ajratib olamiz? Aynan kimdir majburlamasa, aynan o'zining xohishi bilan bajarsa, bu demak o'zlik nisbat ekan. Masalan, bir mashhur testdagi bir gapimiz bor. Kampirning dodiga hamma yig'ildi.
e'tibor bering, yig'ildi so'ziga. Kampirni dodladi, hamma o'zi xohishi bilan bir joyga to'plandi, ya'ni yig'ildi. Mana shu holatda o'zlik nisbat deb olamiz. Ya'ni yig'ilganlar noma'lum, lekin ular o'zining xohishi bilan yig'ilganligi uchun buni o'zlik nisbat deb olamiz. Mashhur nisbat ham aynan xuddi shu qo'shimchada, faqat uning bajaruvchisi noma'lum. Ya'ni ko'prik qurildi, kim tomonidan qurildi noma'lum. Mix qoqildi, kim tomonidan qoqildi noma'lum. Ma'lumotlar to'plandi, kim tomonidan to'plandi noma'lum. Ana endi biz bir-biriga o'xshash bo'lgan misollar yordamida ajratishni o'rganishga harakat qilamiz. Demak, biz o'zlik va majhulni ajratish uchun o'xshash misollarda ko'rib chiqamiz. Tarandi, taraldi. Demak, tarandida l qo'shimchasi yordamida, taraldida l qo'shimchasi yordamida majhul nisbat ifodalanyapti. Tarandi demak o'zining ustida, ya'ni o'zi bajaradi, taranadi. Demak, bu o'zlik nisbat. Taraldi kimdir tomonidan noma'lum. Demak, bu majhul nisbat. Kiyindi demak o'zi ustida bajaradi. Demak, kiyinadi, bu o'zlik nisbat. Kiyildi kimdir tomonidan kiyilyapti. Ya'ni shunday misollarimiz borki, biz ikkilanish holatini ko'rishimiz mumkin. U ko'rpachaga cho'zildi, lag'mon cho'zildi. Demak, u ko'rpachaga cho'zildi degi il va lag'mon cho'zildi degi il, ya'ni butun boshli fe'lni cho'zildini ham olishimiz mumkin. Qachon majhul, qachon o'zlik. Demak, aniqlab olishga harakat qilamiz. U ko'rpachaga o'zining xohishi bilan cho'ziladi. Ya'ni cho'zilib yotib oladi. Bu demak o'zlik. Lag'mon cho'zildi. Demak, lag'monni kimdir cho'zdi, bu noma'lum. Demak, bu majhul. Demak, u ko'rpachaga cho'zildi o'zlik, lag'mon cho'zildi majhul ekan. Keyingisi orttirma nisbat. Orttirma nisbat biz aytdik, kimdir tomonidan buyurilgan ish bajariladi. Mana shu orttirma nisbat deb aytiladi. Masalan, uning qo'shimchalarini ko'rib chiqamiz. Tir, dir, giz, kis, qis, g'iz, gaz, kas, qas, ir, ar, is, sat. Mana shu qo'shimchalar orttirma nisbat qo'shimchalari hisoblanadi. Demak, misollar bilan ko'rib chiqamiz. To'ydirmoq bu yerda demak dir, to'ydir, kimdir tomonidan to'ydirtiriladi. To'ymoq demak o'zini ma'nosida edi, lekin to'ydirmoq esa kimdir tomonidan u endi taom berib to'ydiriladi. Ko'rsat demak ko'rish, ya'ni ko'rmoq fe'liga sat qo'shimchasi qo'shilganida aynan kimdir tomonidan ko'rsatiladi. Tushuntirmoq demak aynan kimdir tomonidan tushuntiriladi. Yotqizilmoq demak aynan kimdir tomonidan yotqiziladi. O'tkazmoq aynan kimdir tomonidan o'tkaziladi. Chiqarmoq ham aynan shunday, kimdir tomonidan chiqarilar ekan. Endi e'tibor bering, to'ldirg'iz yoki yozdirtir. Ushbu so'zga e'tibor berishimiz kerak. Bir fe'lga ikkita orttirma nisbatni qo'shilganini ko'rishimiz mumkin. Demak, dir, tir. Mana shu holatda biz bilishimiz mumkin ekan, orttirma nisbat qo'shimchasida birdan ortiq bir fe'lga qo'shish imkoniyatiga ega ekanmiz. Keyingisi birgalik nisbat. Birgalik nisbat qo'shimchasi sh, ish. Biz e'tibor berishimiz kerak, birgalikda bajarayotgan, demak, ish harakatga biz qo'llar ekanmiz ushbu qo'shimchani. Bir jihatga e'tibor berishimiz lozim. Sh, ish qo'shimchasidan keyin doim zamon bo'lishi shart. Birgalik nisbat bo'lishi uchun. Masalan, borish, kelish bu hech qanday birgalikda bajarilayotgan ish emas. Lekin borishdi, kelishdi, zamonni qo'shganimizdan so'ng u birgalikda bajarayotganligi oydinlashdi. Demak, misolni ko'ramiz. Mehmonlar ko'prikdan o'tishdi. E'tibor bering, ish qo'shimchasi va di zamon qo'shimchasiga. Demak, zamon qo'shimchasisiz faqatgina o'tish holatida bo'lganida hech qanday birgalikda qandaydir harakatni bajarish kuzatilmagan bo'lar edi. Demak, bu yerda o'tishdi, birgalikda o'tishganligini bildiryapti. Qachonki zamon qo'shimchasi bilan birgalikda kelsa. Aynan bir narsani eslab qolishimiz kerakki, nisbat qo'shimchalar yonma-yon kelganda eng oxirgi qo'shimcha, ya'ni eng oxirgi nisbat qo'shimchasi olinar ekan. Keling misol bilan ko'rib chiqamiz. Yozdirtirildi so'zni oladigan bo'lsak, bu yerda 3 ta nisbat qo'shimchasi qo'shilgan. Dir, tir, il. Masalan, test yechyapmiz, testda yozdirtirildi so'zi qaysi nisbatda qo'llanganligi so'ralyapti. Biz shu yerda orttirma nisbatni olamizmi yoki majhul nisbatnimi? Biz doim nisbatni topayotganda eng oxiridagi nisbatni olar ekanmiz. Demak, bu yerda yozdirtirildi fe'limizdagi nisbat bu majhul nisbatda ekan.
nisbat qo'shimchasida e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan jihatlarimiz ko'p ekan. Demak, biz nimalarni o'rgandik? Biz nisbat qo'shimchalarini topishdan tashqari, birgalik nisbati zamon qo'shimchalarsiz kela olmasligini va yana shu o'rinda aytib ketaman, majhul nisbati ham aynan shunday. Zamon qo'shimchalarsiz qo'llab bo'lmaydi. Masalan, qurildi, quril hech qanday ma'no anglashmayapti. Yoki bo'lmasam qoqildini qoqil. Demak, hech qanday majhul nisbatni ifodalay olmas ekanmiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, majhul va birgalik nisbat doim zamon qo'shimcha bilan kelishi kerak ekan. Ikkinchi ma'lumot, orttirma nisbat qo'shimchasi birdan ortiq bir fe'lga qo'shilish imkoniyatiga ega ekan. Uchinchi ma'lumot, demak, bir necha nisbat qo'shimchalari bir fe'lda kelsa, eng oxirdagi nisbatni olar ekanmiz. Biz morfemika bo'limida ismlarning va fe'llarning munosabat shakllarini o'rganib chiqqan edik. Biz bugun fe'l so'z turkumida ham aynan shu munosabat shakllarini yana bir marta ko'rib chiqamiz. Biz so'z turkumlarining gapda o'z vazifasiga ega bo'lishi kerakligi haqida ko'p gaplashdik va hattoki olmos so'z turkumi gapda vazifasi yo'qligini, boshqa so'z turkumlarining vazifasining o'rnida kela olishini gaplashgan edik. Demak, ana shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, fe'l so'z turkumi kesim vazifasida kelishi kerak. Ya'ni gapda doim kesim vazifasida kelishi kerak. Lekin ana shu kesim vazifasida kelishi uchun kesimga xoslovchi bir shakl bo'lishi kerak. Ya'ni xoslovchi qo'shimchalar bo'lishi kerak. Ana shu qo'shimchalar munosabat shakllari deb aytiladi. Fe'llarning munosabat shakllariga zamon, mayl, shaxson qo'shimchalari kirish haqida avvalgi darslarda gaplashgan edik. Demak, bugun mana shularni yana bir marta ko'rib chiqamiz. Fe'llarda shaxson, zamon, mayl qo'shimchalari mavjud bo'lsa, u kesim vazifasida kela oladi. Agarda unda mana shu qo'shimchalar mavjud bo'lmasa, bu fe'lning noaniq shakli hisoblanadi va unga biz moq qo'shimchasini qo'shamiz. Yozmoq, kelmoq, bormoq. Demak, bu noaniq shakli hisoblanar ekan. Biz ko'p tillarda o'tayotganimizda, avval so'zlarni yodlayotganda, ya'ni so'z boyligini orttirishda biz noaniq fe'llarni yodlash orqali o'rganar ekanmiz va unga biz qo'shimchalarni qo'shib, gaplarda qo'llashni o'rganar edik, to'g'rimi? Ana shunday. Demak, fe'llar noaniq shakli lug'atlarda ifodalanar ekan. Ekranga e'tiboringizni qaratsam, zamon, shaxson, mayl qo'shimchalarini bir eslab olamiz. Zamon qo'shimchalarini 3 ga bo'lib olamiz: o'tgan, hozirgi va kelasi zamonga. O'tgan zamon qo'shimchalarimiz demak, o'zi ko'rib guvoh bo'lgan voqea hodisani aytib berganda dini ishlatar edik. Kimdir tomonidan eshitib, so'ngra aytib berayotganimizda ishlatar edik va gan esa ancha avvalroq ro'y berganida biz foydalanar edik. Masalan, o'qidi, yozdi, bugun kutubxonaga bordi. Demak, men aynan shu harakatning guvohi bo'ldim. Katta tadbir o'tkazilibdi. Demak, men eshitganim, kimdir tomonidan eshitganim asosida gapiryapman. Gan esa ancha avvalroq ro'y berganini bildiradi. Mana shu zamon qo'shimchasidan ayniqsa tarix fanida ko'p foydalanadi. Masalan, 1968-yilda Toshkent shahrida metro qurilishi boshlangan. Hozirgi zamon qo'shimchasi yapti, yotib yoki ayotib, yotir, ayotir, moqta qo'shimchalari orqali ifodalanar ekan. Kelasi zamon qo'shimchasi y, a, ar, s qo'shimchalari yordamida. Hozirgi zamon qo'shimchasida bir jihatga e'tibor berishimiz kerak. Yapti qo'shimchasi doim ayapti holatida talaffuz qilinadi, lekin har doim yapti holatida yozilishi kerak. Masalan, Munisa maktabga kelyapti. Demak, men kelyapti deb aytishim mumkin, lekin yozuvda Munisa maktabga kelyapti holatida yozishim kerak. Agarda ayapti holatida yozsam, bu holatda men imlo xatoga yo'l qo'ygan bo'laman. Masalan, kelasi zamon qo'shimchasi misollarni ko'rsak, boray, kelay. Biz oldik y, a, ar, s qo'shimchalari kelasi zamon qo'shimchaliga. E'tibor bering s qo'shimchasiga. Ma bo'lishsizlik shakli deb aytdik. Bor, borma. Mana shu holatdagi s kelasi zamonni ifodalaydi. Bormas, yozmas. Keyingisi shaxson qo'shimchalari. Shaxson qo'shimchalarning ikki guruhi faol qo'llanar ekan. Birinchi guruh shaxson qo'shimchalari, masalan, di zamon qo'shimchasi bilan qo'llaymiz. Birinchi guruh tuslovchini ko'rib chiqamiz. Demak, di zamon qo'shimchasiga shaxsonni qo'shaman va aynan qaysi shaxsda ifodalanayotganini bilib olishimiz mumkin. Yozdim, demak men yozdim. Menligimni bilib olishimiz mumkin. Yozding, sen yozding. Yozdi, demak qo'shimchasi mavjud emas. Biz demak vizual jadval asosida ko'rdik. Uchinchi shaxsda qo'shimchalarsiz demak ifodalanar ekan. Yozdi. Ko'plik shaklida yozdik, demak biz yozdik. Siz yozdingiz, demak yozdingiz nigiz orqali biz aynan siz yozganingizni bilib olishimiz mumkin ekan. Ikkinchi guruh tuslovchi, demak gan yoki a, ya'ni gan o'tgan zamon qo'shimchasi yoki a kelasi
zamon qo'shimchasiga qo'shimchani qo'shib ko'ramiz. Borganman, boraman, borgansan, borasan, borgan demak boradi. E'tibor bering, gan o'tgan zamon qo'shimchasi kelsa, qo'shimchaning keragi yo'q shaxs sonning, lekin a kelasi zamon bilan ifodalansa, boradi shaklida esa, demak bu yerda di shaxs son qo'shimchasi kerak bo'ladi. 3-shaxs qo'shimchasida esa lar ko'plik qo'shimchasini qo'shish bilan kifoyalanamiz, ya'ni borganlar. Mayl shakllari demak 3 ta edi. Xabar mayli, shart mayli, buyruq istak mayllariga bo'lgan edik. Yana bir marta demak jadval asosida ko'rib olamiz. Xabar maylining hech qanday qo'shimchasi mavjud emas, shunchaki doimiy nutqda foydalanadigan oddiy gaplarimiz demak xabar maylidagi gaplar hisoblanar ekan. Shart mayli esa maxsus qo'shimchaga ega sa. Demak, sa qo'shimchasi bilan qo'llangan har qanday fe'lni biz shart maylidagi fe'l deb olishimiz mumkin ekan. Yaxshi o'qisang, kelajakda o'z yo'lingni topasan. Demak, sa bu yerda shart mayli, ya'ni kelajakda yo'lini topishi uchun demak yaxshi o'qishi shart ekan. Mana o'z ma'nosini hattoki kontekst orqali ham bilib olishimiz mumkin ekan. Yana biz bir ma'lumotga e'tibor berishimiz kerak. Sa shart mayli qo'shimchasiga biz to'liqsiz fe'l edi ekanni qo'ysak, orzu ma'nosi ifodalanadi. Masalan, menda katta mashina bo'lsa edi. Demak, bu yerda orzu ma'nosi ifodalanyapti. Buyruq istak mayli qo'shimchalari y, ay, yilik, aylik, gin, ing, sin, sinlar. Buyruq istak mayli birinchi shaxsi demak istakni bildiradi. Boray, o'qiy, kelay, kelaylik, boraylik demak istak ma'nosi ifodalanyapti. Ikkinchi shaxsda esa aynan buyruqni, uchinchi shaxsda ham buyruqni ifodalaydi. Masalan, yozgin, o'qigin, bajargin, iltimos hamma ishni bajarib qo'ying demak gin, ing qo'shimchalari buyruq ma'nosini ifodalayapti. Faqat shu o'rinda bir ma'lumotni eslab o'tamiz. Ikkinchi shaxs buyruq istagi mayli hech qanday qo'shimchalarsiz ham buyruqni bildirar edi. Masalan, uyni tozalab qo'ygin emas, uyni tozalab qo'y yoki bo'lmasam barcha vazifalarni o'z vaqtida bajargin deb emas, barcha vazifalarni o'z vaqtida bajar tarzida ham biz bemalol buyruqni bera olar ekanmiz. Demak, ana shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Bizga test yechayotganimizda ham ushbu holat yuzasidan savollar ko'p uchrashi mumkin. Biz bilamiz, fe'l doim gapda kesim vazifasida kelishi kerak. Lekin faqatgina kesim vazifasida emas, fe'l bemalol ega, aniqlovchi, hol, to'ldiruvchi vazifasida ham kela olishi mumkin. Mana shu boshqa gap bo'lagi vazifasini bajarish uchun bizga fe'lning vazifa shakllari yordamga keladi. Fe'lning 4 ta vazifa shakli mavjud. Birinchisi sof fe'l, ikkinchisi harakat nomi, uchinchisi sifatdosh, to'rtinchisi ravishdosh. Birinchisi o'z nomi bilan aytib turibdi, sof fe'l. Demak, aynan fe'l so'z turkumining o'zi ekan. Demak, biz buni ko'rmaymiz. Bular haqida barcha ma'lumotga ega bo'ldik. Biz 3 ta xoslangan shakllarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchisi harakat nomi. Harakat nomi otga xoslangan shakl bo'lib, gapda bemalol otning so'rog'ini, otning gapdagi vazifasini, otning hattoki qo'shimchalarini ham olish xususiyatiga ega ekan. Ya'ni fe'l boshqa gap bo'lagini bajarish uchun otning libosini kiyishga to'g'ri kelar ekan. O'zi aslida fe'l, lekin gapda demak bu otning vazifasini bajaradi. Masalan, keling misol bilan ko'rib chiqamiz. Chiroyli yozishni o'rgan. Avval harakat nomining qo'shimchalari bilan tanishib bo'lsak, sh, ish, v, uv, moq qo'shimchalari bu harakat nomiga kirar ekan. Aynan mana shu qo'shimchalarni olgan barcha fe'l shakllari demak otga xoslangan harakat nomini ifodalar ekan. Va doim otning so'rog'ini, otning gapdagi vazifasini va uning qo'shimchalarini olar ekan. Masalan, shu ishga yozish, o'qish, vga demak yozuv so'zini olishimiz mumkin. Demak, bu fe'lning harakat nomi shakli ekan. Masalan, chiroyli yozishni o'rgan. Savol beramiz. Nimani o'rgan? Demak, bu yerda ni qo'shimchasini olib to'ldiruvchi vazifasini bajaryapti. Yozishni o'rgan. Demak, to'ldiruvchi vazifasidan tashqari tushum kelishligi shaklidagi qo'shimchani ham demak o'ziga olyapti. Fe'l demak kelishiklarni ola olmas edi, lekin otga xoslangan shakl bo'lib, bemalol kelishik qo'shimchani ham o'zida olishi mumkin ekan. O'qishing yomon emas. Bu yerda o'qish harakat nomi, ing esa egalik qo'shimchasi. O'qishing yomon emas. Nima yomon emas? Nima so'rog'ini, ega vazifasini, egalik qo'shimchasini demak
bu yerda harakatnoma olyapti. Ana endi sifatdosh haqida gaplashamiz. O'z nomi bilan aytib turibdi, sifatga xos shakl ekan. Ya'ni sifatning so'rog'ini, gapdagi vazifasini va sifatga xos bo'lgan xususiyatni o'zida mujassam qilar ekan. Keling, buni misollar orqali ko'rib chiqamiz. Bilgan o'zar, bilmagan to'zar. Bu yerda otlashish xususiyati sifatga xos bo'lib, demak ana shu sifatdoshda ham kuzatilyapti. Ya'ni bilgan inson o'zadi, bilmagan inson to'zadi. Undan tashqari demak, sifatning so'rog'ini va gapdagi vazifasini ham olyapti. Biz avvalambor sifat bilan sifatdoshni solishtirib olishimiz kerak. Ya'ni adashtirib yubormasligimiz lozim. Sifat shaxs va narsaning doim barqaror o'zgarmas belgisini bildiradi. Masalan, katta bino, chiroyli gul masalan. Demak, u barqaror. Sifatdoshlar esa harakatning demak o'zgarishini ifodalaydi. Masalan, katta daryo, demak, daryoning kattaligi barqaror, bu yerda sifat. Oqar daryo esa sifatdosh, ya'ni aynan harakatning o'zgarishi mumkin. Ya'ni oqmas bo'lishi ham mumkin. Misol yordamida ham biz sifatdoshni topishni o'rganib olamiz. E'tiboringizni ekranga qaratsam, o'z nafsiga asir bo'lgan odam insoniylikni qo'ldan boy beradi. Savol beramiz, qanday odam? Asir bo'lgan odam. Bu yerda aniqlovchi vazifasida kelyapti. Demak, sifatning so'rog'ini olyapti. Qanday odam? Gapdagi vazifasini olyapti. Fe'lning ravishga xoslangan shakli bu ravishdosh hisoblanar ekan. Ravishga xos bo'lgan xususiyatni eslab olamiz. Demak, biz sifatda aytdik, sifatga xos xususiyat bu otlashish edi. Ravishga xos bo'lgan xususiyat uning ma'no guruhlariga egaligi edi. Payt ravishi, maqsad ravishi, sabab ravishi, holat ravishi eslab oldik. Ravish so'z turkumidagi ma'no guruhlarini. Ravishdosh ham aynan mana shunday ma'no guruhlariga ega bo'lar ekan va ularga xos bo'lgan qo'shimchalari mavjud ekan. Masalan, if, a, ye, gancha, gach, guncha, gani, may qo'shimchalari ravishdosh qo'shimchalari hisoblanadi. Masalan, piyoda keldi ravish bo'lsa, shoshilib keldi, yugurib keldi, bu demak ravishdosh shakl hisoblanar ekan. E'tibor beramiz, qaysi qo'shimcha bilan ifodalanyapti? Shoshilib. Demak, if qo'shimchasi yugurib, if qo'shimchasi yordamida hosil qilinyapti. Holat ravishini ifodalayapti. Demak, ushbu qo'shimchalar holatni, payt, sabab, maqsadni ifodalar ekan. Masalan, dadam kelgach ovqatlanamiz. Qachon ovqatlanamiz? Dadam kelgach. Singlim o'qishdan kelguncha hamma ishlarni bajarib qo'ydim. Qachon bajarib qo'ydim? Kelgunicha. Demak, bu yerda payt ma'nosini ifodalayapti ushbu qo'shimchalar. Biz demak maktabga bir maqsad bilan boramiz, ya'ni o'qigani. Bu yerda maqsad ravishdoshi hisoblanyapti. Fe'llar leksik va grammatik jihatdan ikki turga bo'linadi. Mustaqil fe'llar va yordamchi fe'llar. Mustaqil fe'llar demak o'qimoq, yozmoq, yugurmoq, yordamchi fe'llar esa ikki xil bo'ladi. To'liqsiz fe'llar va ko'makchi fe'llar. Yordamchi fe'llarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi to'liqsiz fe'llar edi, emish, ekan, lozim, darkor demak bular to'liqsiz fe'llar hisoblanadi. Yordamchi fe'llarning ikkinchi turi ko'makchi fe'llar. Demak, bizda bu fe'llar yordamlashar ekan, ko'maklashar ekan. Ya'ni aynan qandaydir ma'noni chiqarishimiz uchun bizga ko'mak beradi. Ko'makchi fe'llar ravishdoshning y, a, ib shakllariga qo'shilib, o'z mustaqil ma'nolarini yo'qotgan boshlamoq, olmoq, yubormoq, turmoq, chiqmoq kabi fe'llar ko'makchi fe'l hisoblanadi. Ya'ni aynan bu fe'llar qandaydir ma'noni ifodalash uchun ko'maklashadi va ular ikki turga bo'linadi. Ya'ni o'zining ma'nosini yo'qotib ko'maklashish vazifasida kelsa, birinchi qism ya'ni o'z ma'no, ikkinchi qism ko'makchi ma'noda keladigan bo'lsa, bu yetakchi ko'makchi fe'l hisoblanar ekan. Agarda ikkala qism ham o'z ma'nosida kelsa, bu mustaqil fe'llar hisoblanar ekan. Demak, ko'maklashayotgan fe'ldan avval yetakchi fe'l kelar ekan. Ya'ni aynan ma'no ana shu fe'lda anglashiladi. Keling misol bilan ko'rib chiqamiz. Gapira olmoq, demak, a qo'shimchasi yordamida ifodalanyapti. Yetakchi fe'l olmoq gapiradi, lekin hech nimani olmaydi. Ya'ni bu shunchaki imkoniyati borligini tushuntirmoqchi. Aytib yubormoq, demak, aytadi, lekin hech nimani yubormaydi.
olmaydi. Masalan, tezligini ifodalashi mumkin. Sotib yubormoq, sotadi, nimadirni yubormaydi. Ya'ni tezligini ifodalash uchun bizga yubormoq ko'maklashyapti. So'rab turmoq, demak bu yerda turmoq o'zini ma'nosida emas, ko'maklashyapti. Ya'ni so'raydi, hech qayerda turish vazifasini bajarmayapti. Demak, ko'makchi fe'llar aynan qanday ma'noni ifodalashga harakat qilishini keling vizual tarzda tushunib olishga harakat qilamiz. E'tiboringizni ekranga qaratsam. A qo'shimchalari bilan birga kelib, demak, boshlamoq ifodalansa, aynan harakatning boshlanishini tushuntirar ekan. Ya'ni yozishni boshlamoq. Ya'ni yozishni boshlamoqda aynan o'sha vaqtda yozish jarayoni boshlanishini nazarda tutyapti. Yoki bo'lmasam A ravshdoshiga olmoq ko'makchi fe'lni qo'ysak, harakatni bajarishga imkoniyati mavjudligini bildiryapti. Masalan, chiza olmoq, chizadi, lekin hech nimani olmaydi. Ayta olmoq, aytadi, hech nimani olmaydi. Ya'ni bu imkoniyati mavjudligini bildiryapti. Ravshdoshiga qo'shilgan yotmoq, yurmoq, turmoq fe'llari esa harakatning davomiyligini bildiradi. Masalan, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini o'qib yuribdi. Demak, u o'qib aynan yurgani yo'q, bu shunchaki harakatning davomiyligini tushuntiryapti. Yubormoq, tashlamoq, qo'ymoq esa harakatning tez va oson bajarilishini ifodalaydi. Ya'ni sotib yubormoq, sotib tashladi, aytib tashladi, yozib tashladi, demak bu yerda juda ham osonligi va tezligini tushuntirish uchun ko'maklashadi. Va oxirgisi chiqmoq. Demak, bu esa harakatning to'la yakunlaganini, ya'ni tugatganligini ifodalash uchun yordamga kelar ekan. Ya'ni kitobni o'qib chiqdim. O'qidim, lekin hech qayerga chiqib ketganim yo'q. Yozib chiqdim, demak yozdim, hech qayerga chiqmadim. Shunchaki yakunlaganimni, tugatganligim haqida ma'lumot bermoqchiman. Barcha so'z turkumlari singari fe'l so'z turkumi ham tuzilishiga ko'ra 4 guruhga bo'linadi. Sodda, qo'shma, juft, takroriy. Sodda fe'llarimiz demak bormoq, qolmoq. Qo'shma fe'llar birdan ortiq asosdan tashkil topadi. Sayr etmoq, taq etmoq, borib kelmoq, sotib olmoq. Juft fe'llarimiz ikki fe'l juftligidan tashkil topadi. Oldi qo'ydi, ketdi qoldi, yozdi qo'ydi. Asosdan takrorlash bilan hosil bo'lgan juft fe'llar takroriy fe'llar hisoblanadi. Ishlay, ishlay, kutdi, kutdi, yoza, yoza. Demak, ushbu misollar orqali biz takroriy fe'llarni ko'rib chiqdik. Bugun bir darsda fe'llarning yasalishi, harakat va holat fe'llari, bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar, o'timli va o'timsiz fe'llar, fe'l nisbatlari, fe'llarning munosabat shakllari, fe'llarning vazifa shakllari, ko'makchi yetakchi fe'llar va fe'llarning tuzilishi haqidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keyingi darsni ko'rish uchun playlist ustiga bosing.